O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga journaling haqida aytib beraman. Ya'ni uni tutish sposoblari, nima uchun kundalik tutish muhim, nimalar yozish kerak, qonun-qoidalari agar bo'lsa, kundalik tutish foydali bo'lishi uchun uni o'zini qonun-qoidalari bor, lekin sposob bitta degani emas, hammani o'ziga mos sposobi bo'ladi. Va men bugun o'zimni sposob haqida gapiraman. Birinchi bo'lib sizga o'zim daftarlarimni ko'rsataman. Menda ikkita tutish shart emas, prosta men o'zimga qulayligim uchun shu narsani qilganman. Bittasida faqat men. То есть bu yerda ham soft, ham blogging, ham umuman hayotim и faqat men haqimda. Buni esa men Жене Шопкомni встретить qilganimda yozishni boshlaganman. То есть bu yerda ведется работа над отношениями, так скажем, да. Xo'p, kundalik tutayotganda qanaqa qonunlar bor? Men o'ylayman faqatgina bitta qonun va qoida bor. Bu rostgo'ylik. Rostgo'ylik bo'lmasa kundalik tutishning umuman foydasi yo'q. Chunki biz yozganimizda fikr-xayollarimizni biz o'zimizdan chetdan baholaydigan odam bo'lamiz. Это как самообследование bo'ladi. Rostgo'ylikning yana muhim tarafi, buni kundalik tutuvchilarni o'zi bilsa kerak. Shunaqa momentlar bo'ladi, siz yozayotganingizda hatto shu kundaligingizga ham, hech kim o'qimaydigan daftaringizga ham so'zlarni tanlab yozishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu to'g'ri sposob emas. Bu prosta shunaqa momentlar bo'ladi. Mana shunaqa situatsiyalarda ham bu qoida juda katta rol o'ynaydi. Kundalikka nimalar yoziladi? O'rtoqlar, hamma narsa. Faqatgina yaxshi narsalar, yaxshi emotsiyalar yoki prosta kuningiz qanaqa o'tgani emas, balki negativniy fikrlar va zlost, xafagarchiliklar yoki kimnidir kamsitib tashlagingiz kelsa, shu narsalar ham yoziladi. Deylik, sizni kimdir xafa qilgan yoki biron kimsa bilan siz tortishib qolgansiz va gaplaringiz ichingizda qolib ketgan yoki xafagarchiliklar bor. Shu yotishdan oldin miyangizni qitiqlaydigan xafagarchiliklar bo'ladi-yu, shu narsalar yoki gapirib tashlagalarim keldi-da deydi-ku. Mana shunaqa gaplarni ham yozib chiqarib yuborish kerak. Skudная, гадина и мразь deydi. Pishите. Xo'p, shoxsida, agar men o'sha kuni kechasi shu negativniy fikrlarni daftarga yozib chiqarib yuborsam, ertasi kuni babu meni nervlarimni qitiqlaydi-ku deyishingiz mumkin. Faqat siz o'sha odamni yuziga gapirib tashlamaguningizcha u narsa qo'yib yubormaydi, to'g'ri. Lekin хотя бы o'sha kuni siz negativni chiqarib yuborib keyin uxlaysiz. Bu ham pуть к исцелению. Agar sizda ortiqcha vazn bo'lsa, bugun trenirovka qilsangiz, ertaga ozib qolmaysiz, to'g'rimi? Lekin trenirovkalaringizni nechadir oy davomida doimiy ravishda bajarsangiz, shundagina rezultat ko'rasiz. Bu ham bitta proses. Kundalik tutish ham shunaqa proses. Siz ichingizdagi qahratni yozib chiqarib yuborganingizdan keyin samoanaliz boshlanishi kerak. Ya'ni savollarni keyin berishni boshlaysiz, yozib chiqarib yuborgandan keyin. Nega degan savol beriladi. Nima sababdan aynan shu voqea yoki shu odam menda g'azabni uyg'otyapti? Nimani triggeriz qilyapti? Nega bo'lib o'tgan voqea meni hali ham bezovta qilyapti? Nima bilan men rozi emasman? Nimaga men rozi emasman? Qaysi haqiqatni tan ololmayman degan savollarni berish kerak. Shuning uchun agar energiyangiz bo'lsa, shu negativni yozib chiqarib yuborgandan keyin samoanaliz qilishni boshlang. Prosta har kuni odam samoanaliz qilsa, odam charchab ketadi bu narsadan. Men o'ylayman shunaqa deb. Lekin agar tan olishga tayyor bo'lsa, charchatadi deb o'ylamayman. Va albatta faqatgina qahratni yozib chiqarib yuborish kerak emas, faqatgina zlostni yozib chiqarib yuborish kerak emas. Yoziladigan narsalar ko'p. Ko'ra olmayapsizmi kimdir? Zavist bormi? Yozing. Qo'rquvingiz bormi? Nimadirdan qo'rqyapsizmi? Xavotiringiz bormi? Yozing. Пишите все, что вас тревожит. Siqilyapsizmi? Тоже yozing. Bezovta bo'lyapsizmi? Yozing. Почеркingiz chiroyli bo'lishi, daftaringiz chiroyli оформлен bo'lishi yoki u tushunarli bo'lishi shart emas. O'zingiz o'qolsangiz bo'ldi u narsani. Odam yozganda ko'proq tushunib yetadi asl muammo nimadaligini, chunki aytib o'tganimdek, xuddi o'ziga chetdan qaragandek bo'ladi. Siz ham bir kitobsiz. Tushunasizmi, o'rtoqlar? Va ras уже siz yozishni boshladingizmi, yaxshi narsalar ham yozilishi kerak. Bu hamma biladigan shu благодарность, ya'ni shukronalik. Umuman olganda yaxshi narsalarni ham yozing, xursandchiligingizni ham yozing. Hozir bitta здоровые отношения sekreti bilan bo'lishaman sizlar bilan. Sog'lom munosabatlarda gapira olish va eshita olish muhim punktlardan biri, to'g'rimi? Lekin ichidagini преподнести qilish ham yoki umuman olganda odam ichida bo'layotgan narsani gapira olish ham oson narsa emas. Chunki ichimdagini top deydiganlar juda ko'p. Shaxsan menda birinchi marta ochilishim kerak bo'lgan payt menda вообще attachеская panika boshlangan, o'rtoqlar. Но как-то у меня получилось. И я расскажу почему. Конечно, esimizdan chiqazmaymiz, на все воля Alloha. Agar qo'yib bersagina bizda bu situatsiyalar bo'ladi, agar qo'yib bermasa bo'lmaydi, to'g'rimi? Men yozishni boshladim.
O'shanda man ichimdagini gapira olish ham menga osonlashdi. Mana bu narsa menga yoqmayapti, mana bu narsa meni bezovta qilyapti, mana bu narsadan qo'rqyapman. Prям yozishni boshladim. Ichimda nima bo'lsa yozishni boshladim. Meni nima xavotirga solayotganini yozib chiqqanimdan keyin shu haftani ichida yoki даже ertasi kuni bizada aynan shu mavzuda razgovor ochiladi. Вот nimadir bo'ladiki, situatsiya aynan shu razgovorga olib kelib qo'yadi. Ну, мы общаемся и решаем. Bu bittada bo'ladigan narsa emas. Ya'ni bugun yozib bo'ldi, ertaga уже поговорили degan narsa emas, потому что bu ssenariy yozish degani emas. Bu protsess qanaqa ishlaydi? Xudo sizga kerak bo'lgan situatsiyalarni siz qabul qila oladigan yoki siz tayyor bo'lgan situatsiyalarni beradi. Ichidagini gapira olmaydigan odamni ham o'zini qo'rquvlari bo'ladi. U hali bu narsaga tayyor bo'lmaydi birinchidan. Ikkinchidan borib ayblashga o'tadi. Ya'ni yig'ib ichidagini gapira olmaganidan уже ayblashga o'tib ketadi. Siz shu daftarga xavotirni, qo'rquvlaringizni yozib chiqazayotganingizda uchta protsessni men ko'raman. Birinchisi, albatta u narsani ildizini topasiz. Xavotiringizni, qo'rquvlaringizni ildizini topasiz. Ikkinchisi, доверие к Богу. Xudoga bo'lgan ishonch o'ziga kelib oladi, ya'ni восстановиться qiladi. Ya'ni ishonchingiz o'ziga keldimi, восстановиться qildimi, siz уже расслабиться qilasiz. Напряженный holdan такое diva bo'lasiz. Tavba astag'firullah, конечно. Uchinchisi esa siz xuddi bir ichingizdagi gaplarni озвучить qila olgandek, ya'ni ayta olgandek bo'lasiz. Уже подсознательно sizni taniysiz, organizmingiz yoki umuman все, что у вас есть. Sekin-sekin gapirishni normalno deb qabul qilishni boshlaydi. Va yana aytib o'taman, faqatgina yomon narsalar yozilmaydi. Благодарность, чувство. Yani albatta благодарность Богу там. Я очень благодарна, что встретила этого человека. Deb misolan juda qattiq xursandchilik yoki juda qattiq iliq hissiyotlar his qilganingizda ham yozing yoki duo qiling. Bunaqa payt duo boshqacha ishlaydi umuman deb hisoblayman. В общем, journaling, kundalik tutish sizni hayotda yangi уровеньga chiqishga yordam berishi mumkin. Qachonki siz rostgo'y bo'lsangiz va haqiqatni tan ola olsangiz. Это я говорю почти всегда и себе, и вам. Bo'ldi, boshqa gapim qolmadi. Pametim ham qolmadi. Пока.